Hop, mana yetib ham keldim. Xo'p, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Floki va yangi videoda, yangi kanalda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman obunachilar. Sizlar ham meni ko'rib turganingizdan xursand bo'lsanglar, men bundan 2x xursandman va biz 13-qishloqdamiz. Nimaga bu yerdamiz? Sizlarga hozir tushuntirib beraman yo'l-yo'lakay. Xullas, nima desam ekan, mana bu yerda bomsh juda qiziq. Xullas men bu yerda juda ham arzon va nima deydi, o'sha videolardagi, ya'ni kompotning uyini sotuvda ko'rib qoldim. Ya'ni u sotilyapti ekan. Lekin tushunmadim, nega u juda arzon? Ya'ni nima deydi, hattoki mana bu bomsh ham ishlasa ozgina oladi u uyni. Juda ham g'alati, lekin men bu imkoniyatni qo'ldan chiqargim kelmadi. Ya'ni mana bu uyni sotib olamiz. Bugun hozir mer bilan gaplashamiz va sizlar ungacha kanalga obuna bo'lib, yangi videoga like bosib qo'yinglar. Chunki bu yangi kanalni esa qo'llab-quvvatlash kerak obunachilar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'p. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom, mehmon. Xush kelibsiz. Rahmat. Xullas, e'lon bo'yicha keldim. E'londa kompotning uyi sotilayotgan ekan. Albatta, siz juda omadlisiz. Va bu uyga birinchi bo'lib yetib keldingiz. Va nihoyat, rahmat. Demak, uyni sotib olsam bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, qanday to'lov qilasiz? Elektron telefonim bilan. Okey, 13-qishloq mail.ru hisob raqamiga to'lov qilishingiz mumkin. Okey, muammo yo'q, janob. Ana, bo'ldi, uy menikimi? Albatta, tabriklaymiz. Bizning qishlog'imizning yangi a'zosi. Xush kelibsiz. Endi uyda bemalol yashashingiz mumkin. Aha, rahmat kattakon. Xo'p, mayli, men ketaveraymi? Albatta, omad. Okey. Xo'p, obunachilar, nimaga u uy bunchalik arzon uncha tushunmadim, lekin yagona minus tarafi uyning kalit, ya'ni eshigi buzilgan ekan. Hech qisi yo'q, o'zimiz eshik qo'yib olamiz yoki bu qishloqdagilar bilan tanishib olsak, eshiksiz ham nima desa bo'ladi, yashasak bo'ladi obunachilar. Xo'p, endi yangi uyimiz yo'mayo. Biroz g'alati. Nima desam ekan? U biroz boshqacha tuyulmayaptimi? Yigitcha, bu yoqqa kel. Okey. Xo'p, nima bo'ldi? Assalomu alaykum, janob. Va alaykum assalom. Yangimisan? Albatta, yangi. Xullas, ana bu uy e'lon bo'yicha ko'rgandim va uyni sotib olishga kelgandim. Ajoyib. Mana bu tortdan ye. Men senga bir haqiqatni aytaman. Yo'q, rahmat, qornim to'q va menda bir savol paydo bo'ldi. Ana bu qo'shnim biroz g'alati tuyulyapti. Siz anchadan beri shu qishloqda yashaysizmi? Nima desam ekan, bekor uyni sotib olding yigitcha. Nimaga bunday deyapsiz? Chunki uyning oldingi egalari ma'lum bir sabablarga ko'ra bu uyni sotib ketishgan. Agar sotmoqchi bo'lmasang, bir uy egasiga o'xshab seni o'liging yerto'ladan topilishi mumkin. Nimalar deyapsiz? Yo'q, qanaqa? Axir bu uyga birinchi bo'lib sen yetib kelding dedi-ku mer. Mer ko'proq pul qilish uchun bu uydan foydalanyapti. Juda ham g'alati. Mayli, ana bu menga zarar yetkazmasmikin? Bunisi endi menga qorong'u. Menga zarar yetkazmaydi, chunki mening avtomatlarim bor. Senda esa hech nima yo'q. Shuning uchun sen to'liq xavfsiz emassan, bolakay. Juda ham qo'rqinchli gaplar bo'ldi sizga aytsam, lekin mayli, 1-2 kun yashab ko'raylik. Agar yoqmasa sotamanda o'zimning shaharimga ketib qolaman va hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, ulgursang albatta. Mayli janob, aytganingiz uchun rahmat. Men bora qolay, a? Mayli, tortdan olmading-da. Yo'q, qornim to'q, rahmat. Okey. Yo'mayo obunachilar, ana bu amaki aytishi bo'yicha ana bu xullas
Xullas mayli, bu uy biroz g'alati dedi va ko'rinib turibdi qo'shnim ham juda yaxshi insonligi. Mayli obunachilar, balki nima deydi? Kitobning muqovasiga qarab xulosa qilma deydimi? Shunday gap bor. Balki yaxshi insondir. 2-3 kun yashab, tanishib, yaxshi bo'lib ketarmiz. Zato qarang, mebellar bor ekan va juda ham ajoyib, chiroyli uy sizlarga aytsam va biz xavfsizmiz degan umiddaman. Va mening pichog'im bor. Okey, obunachilar, men endi uzoq yurib keldim, biroz dam olaman. Sizlarga esa keyinroq aloqaga chiqaman obunachilar. Xo'p, obunachilar, tunda uxlagim kelmayapti. Boya uxlab olganim uchun negadir uyqum yo'q. Ana bu janob esa eshigi ochiq, bilmayman o'zi qayerda. Va mana bu qo'shnim ham negadir ko'rinmaydi. Tinchlik bo'lsin, o'ylaymanki uxlayapti. Uxlayotgan bo'lsin. Yana ko'chada aylanib yurgan paytim meni oldimdan chiqib qolsa, bilmayman unga hozir nima deb salom beraman. Bu hazil. Va biz qishloqni aylanamiz, ko'ramiz va nimadirlar qilamiz obunachilar. Qanaqa video kutyapsiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Siz xohlagan videoni olishga harakat qilaman. Xo'p, o'rmon juda ham chiroyli va ajoyib sizlarga aytsam. Xo'p, mana ekinlar, mana bu yerda savdo, ajoyib. Mana bu yerda sotiladigan narsalar bor ekan. Ertaga qornim ochib qolsa, mana shu yerdan olma, sabzi va kerakli narsalarni sotib olsam bo'lar ekan. Ajoyib obunachilar sizlarga aytsam va endi keling, uyga kirganimiz yaxshi menimcha. Yo'mayo. Jinursin obunachilar. Orqamdan quvib kelyapti. Mana bu amakining uyiga berkinish kerak. Yo'mayo. Jinursin, buni qara. Sen yaramas. Hali ko'rasan. Yaramas. Yaxshi ham eshigi ochiq ekan obunachilar. O'zi bilmadim qayerda, lekin agar eshigi yopiq bo'lganda bilmadim qayerga qo'chardim. Ana bu yerlar hamma joy yopiq, hamma uxlayapti, hamma eshigi qulf, lekin mana shu amakining uyi eshigi ochiq ekan. Ko'rdingizmi obunachilar? Mening uyimni ichidan chiqdi, yaramas. Yo'mayo. Men shokdaman. Ertaga hammasini merga aytib berishim kerak. Yaramas. Yo'q, janob mer, siz tushunmayapsiz. U mening uyimdan chiqib, u meni quvladi. Agar u menga yetib olganida, bilasizmi nima bo'lishini? Bilmayman. U meni o'ldirib qo'yishi ham mumkin edi. Unga tez chora ko'rishingizni talab qilaman. Floki, o'zingni bos do'stim. Sen yaqinda kelding, hali ko'nikib ketasan. Hozir uni chaqirtiramiz va uzr so'ratamiz. Uzr? Yo'mayo, uzr bilan hal bo'larmidi? Albatta, boshqa qilmaydi. Okey, unda chaqirtiramiz. Okey, chaqirtiramiz albatta. Mana o'zi ham keldi. Xush kelibsiz. Xullas, aytasizmi? Nimaga unaqa qilding? Hech foydasi yo'q. Shuning uchun yaxshisi boshqa qilma, xo'pmi? Yo'q. Menga qarab turishini qarang. Nega menga u bunday qarayapti? Unday qarashi shunaqa o'zi. Qo'rqma, u mehribon. Ha, ko'rdim mehribonligini kecha. Yo'q. Ayting menga unaqa qaramasin. Hay, boshqa unday qilma, xo'pmi? Xo'pmi deyapman senga, ey. Yo'q, u sizni tushunyaptimi? Albatta tushunadi. Qara turishida juda ham yaxshi. Yo'q, yaqinlashma. Jinursin. Yo'q. Bo'ldimi? Muammo halmi? Albatta boshqa qilmaydi, to'g'rimi? To'g'rimi deyapman. Hey. Yo'q. Bo'ldi, shuni ber, u boshqa qilmaydi. Hammasi yaxshi. Mayli, ishondim. Men ham keta qolay. Rahmat sizga. Xo'p. Yo'q. Ana. Ajoyib. Obunachilar, u juda ham menga qo'rqinchli qaradi, to'g'risini aytsam. Balki u yangilarni xush ko'rmas, ammo biz qo'shnimiz, bir-birimizga mehribon bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Mayli. Bir gap bo'lar.
Yo'q, bilmayman. Uyimning tagidan metro o'tyaptimi? Juda ham shovqin, uxlab bo'lmayapti. Bu nechadir kundan beri davom etyapti obunachilar. Mana bu joydan xuddi metro o'tayotgandek daq deb g'alati ovozlar eshitilyapti. Umuman uxlash ilojisi yo'q. Qani qazib ko'raychi, tinchlikmikin? Balki quvur, kanalizatsiya balobatlar yorilib ketganmi? Kirka olib kelish kerak. Yana va makida kirka bo'lsa kerak. Hozir borib olib kelamiz obunachilar. Xo'p, taq. Janob, turing, iltimos, yordamingiz kerak. Yordam bering, janob. Nima bo'ldi, Floki? Xullas, menga kirka kerak. Berib tura olasizmi? Albatta, muammosi yo'q. Okey. Aha. Rahmat kattakon sizga. O'zi tinchlikmi? Albatta tinchlik. Berib turing, olib kelib beraman. Okey, omad. Mayli, sizga ham omad. Sog' bo'ling. Xo'p. Bo'ldi. Kirkani oldik obunachilar va endi qazib ko'ramiz. Qazib ko'rishimiz kerak. Xo'p, bu qanday, nima shovqin chiqarayotganini bilishim kerak obunachilar. Xo'p, shuning uchun qani kutilmagan burilish yo'q. Bug bo'ldimi? Ha, kutilmagan burilish juda g'alati. Xo'p. Yo'q. Obunachilar, bu nima bo'ldi? Bu qanday joy? Mayli obunachilar, qani chiqib ko'raylikchi. Yo'q. Sekin ochamiz va hech kim yo'q. Ajoyib. Eshik ham yopiq. Va o'ylaganimdek bu o'sha jitelning uyi. Mana bu nimaga pushti? U axir o'g'il bola emasmi? Yo'q, bilmadim. Bu yerdan tezda juftakni rostlamasak-ku, bizni ko'rib qolishi. Yo'q. Qo'lga tushdik obunachilar. Endi nima qilamiz? Yo'q. Floki. Sen meni yo'qotmoqchi edingmi? Afsuski, endi Floki tasodifan yo'qolib qoladi. Chunki men uni yeb qo'yaman. Juda ham kulgili. Bu kulgili emas. Yo'q. Iltimos, menga zarar yetkazmang. Men hammasini to'g'rilayman. Bu qishloqdan o'zim ko'chib ketaman. Siz har doimgidek yashab qolaverasiz. Yo'q. Yo'q. Floki, buni o'ldirish kerak edi o'zancha avval. Xavotir olma, hammasi yaxshi. Yaxshimisan o'zing? Albatta yaxshi, lekin biroz qo'rqib ketdim. Mayli, yura qol endi. Okey, muammo yo'q. Yo'q. Kelyapsizmi? Albatta boryapman. Okey. Yo'q. Mayli, obunachilar bilan xayrlashib olay, keyin u janobning oldiga kiraman. Va men o'ylaymanki, bu qishloqda ortiq qolmaymiz obunachilar. Mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan Floki va yangi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta kanalga like bosib, kanalga like bosib debman, uzr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bundan juda ham xursandman. Kommentariyada ham o'z fikringizni yozib qoldiring va qanday videolar kutib qolasiz, albatta yozib qoldiring. Men shunday videolar olishga harakat qilaman obunachilar. Mayli, sizlar bilan Floki yangi videoda ko'rishguncha. Hammaga rahmat.